أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qawli amin. Bugün iman dersimizdeki devamında imanın taqazolarından bo'lgan shijoat ve güçlük, maddi ve manevi cihette güçlük buluş imanın taqazosıdır. Shijoat qo'rqinchoqlikning ve zaiflikning ziddidir. Onun için bir mümin Allah bilan bir bo'lganida, Allohga iymon etganda, Allohga tavakkul qiladi. Mening üstümde Allah var, men bilan Allah var, mening orqamda Allah var deb Allah subhanahu va taoloni orqasiga oladi-da, her narsa kelsa, her narsa bersa onun uchun beradi. Bundaq sharoitda onun bir qo'rqinchi bo'lmaydi. Allah taolaning degandek, "Ellezina amanu va kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim ve la hum yahzanun." Bu iman etqanlar ve Allah aldırki mesuliyetini ala qilgan taqvodor insonlar Allah'ın evliyaları bulup, bularga nisbeten ne ötmüşidin g'am, ne kelgüsüge nisbeten bir endişe bo'lmaydi. Bularda onda ahval bo'lmaydi. Çünkü Allah bilan do'st bo'lgan bo'ladi. Allah'a taqvodorlik qilgan bo'ladi. Allah aldırki mesuliyetini ve kainat mevcudiyet aldırki mesuliyetini ado qilgan bo'ladi. Şuna bilan birga kuchli bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom Allohga nisbatan bir quvvatlik, kuchli mo'min, zaif mo'mindan yaxshi degan. Allah Taala ve a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, sizlar qudratingizning yetishicha dushmaningni qo'rqita oladigan, Allohning dushmani va sizlarning dushmaningni qo'rqita oladigan mana shunday bir quvvat sizlarda bo'lsin dedi. Unda Alloh uchun Rasululloh ham sizlarning bolalaringizni o'qitish bilan, su o'zish bilan, tan tarbiya bilan mashq qildiringlar dedi. Shunga bir mo'minninki moddiy va ma'naviy jihatda kuchli bo'lishi Allohning Rasuli xohlaydigan imonning taqozosidan iborat. Shuning bilan birga oltinchisi baxillikdan uzoq turish. Baxillik insonni odamiylikdan, insonlikdan chiqarib, jonliqlarga, chorapaylarga qo'shadigan bir xususiyat bo'lganligi uchun shunga baxillikdan uzoq turish lozim bu mavzuda. Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun dedi Allah. Kimki o'zining nafsining baxilligidan saqlansa, ana undaq insonlar najot topguchi dedi. Shu inson baxillikdan iborat bo'lgan bu rezil ahlak bilan ahlaklanğında özünü o'ylaydigan, özgünü o'ylamaydigan, özünü ko'radigan, başkalarını ko'rmaydigan, shaxsiyatchilikdan iborat bo'lgan bir xil ahvol insonda kelib chiqadi. Shunga Rasululloh shaxsiyatchi mo'min emas degan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. O'zi yaxshi ko'rganni qarindoshlariga yaxshi ko'rmaguncha mo'min emas, ya'ni shaxsiyatchi mo'min emas degan edi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Yana bir şair shundoq deydi. Jahanni sel basar terep-terepte, bularmış işekni g'ami alepte. Eğer sen Müslüman bolasi bo'lsang, yaşama ise işektek shaxsiyat alepte. Demek ki o'zining halipini qoriydigan, o'zi İslam bo'ldigan, o'zi o'lallam bo'ldigan, o'zi yeb, o'zi ichib qo'padigan insonlarning o'zi insonlikdan nasibisi olmagan insanlardır. 7. sübti insan imandan taqazosıdan izzet ve şeref sahibi. İzzet ve şerefini saklaydigan, özü avrini saklaydigan, özünün izzet ve şerefiga ta'sir yetkazadigan barliq axloqlardan uzoq bo'ladigan mana shunday bir inson. Imandan taqazosi bu. Şuna bilan birga menmenchilikdan uzoq turadigan, kamtar, fazilatli inson. Allah Taala
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. O müminler şundak bir insanlar ki ular kemter boludu. Ziminde mağanda atkiçilik olan, tekabburluk olan, menmellik olan emas, kemterlik olan mağdan insanlar. Ularning hususiyeti kemter buluş dedi. Kemterlikten ibaret faziletlik ahlak bu insanda tepiladi dedi. Şu meyli Süleyman aleyhissalatu vesselam olsun. Süleyman aleyhisselamның aldığa Bilqisning taxtga kelgan o'zida mening taraqqiyotim, mening aqlim, mening askarim, mening quvvatim demasdan hada min fadli robbi dedi. Yani kemterlik bilan bu mening Rabbimning menga bo'lgan fazilati. Allohim menga buni bir sinoq maqsadi deb berdi. Bu sinoqdan o'tamdimi yoki o'tamamdimi deb. Shunga bu sinoqdan Alloh o'tkazgin nisb qilsin deb Allohga o'zining kemterligini izhor qildi. İbrahim aleyhissalatu vesselam Mekke'nin İsmail aleyhissalatu vesselam bilen sağan çağda fetekabbel minni siz menden kubul kılasız mı dedi. Yani insaniyetinin kıblesini ulunu basıp sağan İbrahim aleyhissalatu vesselam. Mana bu kemterlikten delili. Özünün qo'sg'idiki buvaq Meryem aleyhissalatu vesselamni nezr qilgan Hanna ana ham fetekabbel minni dedi. Yani bir qancha yil tug'may balaga tashna bo'lgan bir onaning o'zining qo'sig'idagi bolani Alloh yo'lida nazr qilgandan keyin men atoatin endi o'zimning qo'sig'idagi bolani nazr qildim. U bu deb faxrlanib takabburlik qilmasdan ya Alloh qabul qilasizmi meni? Mana sizga bo'lgan sadoqatim, samimiyatim shu qo'sig'imdagi bolani sizning yo'lingizda qurbonlik qilish deb Alloh taologa kamtarlik bilan o'tinib yalvardi. Onun için Muhammed aleyhissalatu vesselam Mekke'ni fetih qilgan vaqtning o'zida Rasulullahning kamtarligidan tugizninki uchsiga tugisninki chulur luksiga payg'ambar aleyhissalatu vesselamning peshaynisi tip ashundaq mang'anligi rivoyat qilinadi. Onun için mümin inson iymonning taqozosi shuki menmanchilikdan uzoq bo'ladi, kamtar bo'ladi. Bizning bir she'r bor. İgilediken alma şaxları, mevsi qancha o'xshagan siri. Kemterlik bilen adem chirayliq, kemterlik bilen adem chirayliq, sertlishadigan g'adaygan siri deydi. Şuna kemterlik insanның zineti, kemterlik insanni güzelleştirdi, yaxshilaştirdi. Tekabburluk bo'lsa, g'adish bo'lsa, insonni sertleştirib, şunun bilan birga iman islomdan, insoniylikdan uzoqlashtiradigan bir omil. Şunun bilan birga 9-sifati iman musulmon mu'minning sifatlari imanning taqozosi vijdonlik, g'ururlik bo'lish. Allah Teala haqiqiy imanlı kişilerini sıfatlab la yas'alunan nase ilhafa dedi. Bu müminler insanlardan hiç nesini sormaydı, insanların kulağı qarmaydı dedi. Şuna sahabılar menip ketip berip bir qamchının ki uçu yoki sepi yegib ketsin tugida ketip olgan chog'da yerda piyodik odamlarga nisbatan mani elvat degan narsadan saqlanatdi dedi. Yani demek özünün işini özü hal qiladigan, boshqalarga eg'irligini sanmaydigan, vijdoni, iymoni, g'ururi mana shunday bo'lgan insonlar dedi. Demek iymonning taqozosi vijdonlik, g'ururlik bo'lish. Amal bo'lsa insonlarga eg'irni sanmaslik, insonlardan bir narsa so'rmaslik. Yani demek ki bir qamchingiz yoki bo'lmasa qamchingizni uchiga yechib ketgan taqdirda mani elitamsa demaslik lozim. Şuna Peygamber aleyhissalatu vesselam ve barliq peygamberler özünün işini özü hal qilgan, boshqalarga qat'iy eg'irligini sanmaslikqa tirishgan o'lgu insonlardir. O'ninchisi iymonning taqozosi faqat doim sevgi urug'ini chachadigan insonlar aro muhabbat urug'ini, sevgi urug'ini, do'stlik urug'ini, kelishish urug'ini chachadigan mana shunday insonlar u. G'azab nafratdan uzoq bo'ladigan, g'azab nafrat urqini chachmaydigan, bo'lish va bo'linishga keltirib chiqadigan har qanday so'z faoliyatlardan uzoq bo'ladigan mana shunday insonlar u. Ya'ni sevgi muhabbat urqini chachadigan insonlar. Mana bu ham iymonning taqozosidir.
Bugungi darsimiz mushagicha bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.